$30,000. Oyiga $30,000 topmoqchimisiz? Buni yo'l oson. Kuniga $1,000 dan. Va sizda $30,000 bor. Mana shunaqa hayotiy sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, mana webinarimizni sotib oling. Atigi $5,000. Shuncha yillik muvaffaqiyatlarim davrida shuni angladimki, Hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun katta qadamlar tashlash shart emas. Lekin doimiy ravishda kichik qadamlar tashlash kerak. Ana shunda siz ko'p natijalarga erishasiz. Ana shunda siz baxtli bo'lasiz. Ana shunda siz saodatli bo'lasiz. Ana shunda siz boy bo'lasiz. Albatta, mening mana shunday motivatsiyalarimni doimiy ravishda o'rganmoqchi bo'lsangiz, aynan hozir menga obuna bo'ling va mening onlayn kursim Baxtli yashashmoqchimisiz? Demak, sizga pul kerak. Pul topish esa men kursimni o'rgataman. mana motivatsiyani olishdan oldin hayotim nurida. $1,000 kursimda 1 so'msiz biznes boshlashni o'rgataman. Men yaqingacha oddiy ishda ishlardim. O'sha paytda bilasizlarmi, hayotimda hech qanaqa mazmun yo'q. Birdan safarga chiqib keldimda, chetda kuzatib haqiqiy hayot nima ekanligini his qildim. Va bildimki, men Abdul, uyg'on. Qara, manbaka santexnik emasmidi? Motivatorlik qilib yuribdi ekan. Men tanimas ekanman. Bitta narsaga hayron qolaman-da. Hamma motivator bo'lib ketgan. Chiqib olib o'zingni sohang haqida gapirsang, boshqa narsa mayli. Lekin hamma narsa haqida ham aql beraverish sal g'alatimi deyman-da. Bilasanmi Zafar? Mana shunaqa narsalarga qimmatli vaqtingni sarflamaganing ma'qul. Chunki bu vaqt o'zingga berilgan. Uni faqat o'zing yashaysan. Boshqalarning problemasi, boshqalarning muammosini deb ularni muhokama qilib, vaqtingni behuda sarflashing yaxshi emas. Bilasanmi? O'sha berilgan umrni o'zingni muammolaringga o'zing yechim topib, o'zing haqiqiy harakat qiladigan bo'lsang, o'shanda hayotingda xotirjamlik, haqiqiy baxt nimaligini his qila boshlaysan. Ularni hayoti bilan yashaydigan bo'lsang, ularning muammolarining ichida yashab qolasan. O'zingning hayoting esdan chiqib ketib qoladi. Shuning uchunchi eng yaxshisi ularni esingdan chiqarganda o'zingning hayotingning haqiqiy egasi bo'lib yashagin, mazza qilasan. Ular o'z hayotida yashasin, sen o'z hayotingda. Yo, o'zi shunaqami? Yo, meni ko'zimga faqat shunaqa ko'rinyaptimi? Nima deding? O'zi qara, bu eshitib tursam-chi, seni ham gaplaring menga motivatsiya berishtiryapti. Zafar, men prosta gapiryapman. Agar senga motivatsiya bersam-chi, xullas, agar misol uchun qara, men xotirjamman, senga xotirjam ko'rinaman. Shu xotirjamlikka erishish uchun sen qanaqa dog'onlar bosib o'tganman. Bitta ham qolmas shekilli. O'zi motivator bo'lmagan.